Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, yaxshimisizlar? Videoni o'tkazib yubormaymiz, oxirigacha ko'ramiz. Bu videomiz qo'shiq aytishni yaxshi ko'radigan do'stlarimizga tegishli. Hozirgi kunda hamma qo'shiq aytishga qiziqadi, bo'sh vaqtlarida qo'shiq hikoya qilib turadi. Lekin degan tomoni ham bor. Qo'shiq aytishga aytamiz, lekin shu o'zimiz xohlagan, o'zimiz sevib eshitadigan qo'shiqni minisovkasini hech qayerdan topa olmaymiz. Ilovalardan yo bo'lmasam Telegramdan topishga qidiruvga yozib ko'ramiz, lekin ammo bu ishlarimiz chappasiga ketadi, ya'ni topa olmaymiz. Endi buni hech qanaqa qiyin tarafi bo'lmaydi, chunki nima deganda O'zbekistonda birinchi marotaba karaoke qilib beradigan bot ochildi, do'stlar. Sizlarga yangiligim shundan iborat edi. Birinchi bo'lib shu bot bilan sizlarni ham bo'lishmoqchi bo'ldim. Shu botni sizlarga ham bo'lishmoqchi bo'ldim. Endi hech qanaqa qiyinchiliklarsiz o'zingizlar xohlagan qo'shiqlaringizni bemalol minisovka qilib olishinglar mumkin. Birinchi bo'lib Telegram qidiruvga yozamiz. Karaoke. Birinchidan chiqib kelyapti moniki. Karaoke uzbot. Ustiga bosamiz. Birinchi ishonch hosil qilish uchun o'zim ham qo'shiq qilib ko'rsatganman-da. Karaoke uzbot moniki. Adashtirmaymiz. Mana rasmi. Xo'p, yozyapti. Sevimli qo'shig'ingizni yuboring. Biz sizga kerakli karaoke hamda minus tez va sifatli jo'natamiz, deyapti. Men ishonchli bo'lish uchun sizlarga yangi qo'shiq yuboraman hozir. Tak. Botga o'tkazamiz. Uzog'i yarim soniya yoki 1 minutda bot avtomatik qo'shiqni ikki xil ko'rinishda tashlab beradi bizga. Ya'ni shu qo'shig'imiz. Nazarga ilmaydilar, sevgimiz bilmaydilar. Ozroq vaqt oladi. Yarim soniya, 1 minut atrofida kuttiramiz. Bu bot hech qanaqa majburiy obuna yo bo'lmasam pul so'ramaydi. Mutlaqo hammasi tekin. Shuni ham aytib qo'yay. Shu yomon tomon ozroqgina kutamiz. Botni mana aytayapman. Ozgina kutib turamiz. Mana do'stlar, ochib olamiz. Ikki xil ko'rinishda bot bizga tashlab berdi. Birinchi vokalni eshitib ko'ramiz. Ko'rib turganlarda juda ham oson. Bularni bemalol musiqaga skachat qilib qo'ysalar bo'ladi, saqlab qo'ysalar bo'ladi. Juda ham qulay, ishlash uchun oson va samarali bot. Boshqa do'stlarga ham tavsiya qilamiz, yuborib qo'yamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like va chiroyli komment kutib qolaman. Hammaga kattakon rahmat, videoni oxirigacha ko'rganlarga.